Tungi linzalar nima va u kimlarga tavsiya etiladi? Bu linzalar tunda taqib yotiladi, 6-8 soat taqib yotilgandan keyin ertalab turganda yechiladi va ko'zoynak va linzalarni taqishga hojat qolmaydi. Tungi linzalar qattiq, yuqori havo o'tkazish xususiyatiga ega bo'lgan linzalar bo'lib, bular aynan yosh bolalarda va yoshi katta insonlarda foydalanish uchun juda qulay. Bu linzalar tunda taqilganda hech qanday noqulayliklar keltirib chiqarmaydi va ko'zingizni davolash xususiyatiga ham ega. Tungi linzalarning afzalliklari shundaki, sportchilarda bemalol sport bilan shug'ullanish mumkin va bundan tashqari bolalar va o'smirlarda miopiyani o'sishini sekinlashtirish xususiyatiga ham ega. Ayniqsa chang bilan, to'zon bilan ishlaydigan insonlarda, bolalarda, yoshlarda bu juda ham katta ahamiyatga ega. Agar sizga ham bu linzalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni klinikamizda, Chorqul Shaymatov Gavhar klinikasida bu linzalar bilan davolash to'liq yo'lga qo'yilgan.